bot va K2'dagi va konturdagi bot emas. Mendan ko'pchilik so'rashadi, Sanjar, haydovchilarning gruppasiga qanday ulansam bo'ladi? Men bilmayman, chunki men ismim Sanjar emas, Jasur. Bot haqida gaplashamiz. Bot va K2'dagi va konturdagi bot emas. Orient Taxi'ning Telegram boti bor. Shu haydovchilarning ilovasi bor. Haydovchilarning ilovasida pomosh, ya'ni yordam degan joyi bor. Yordamga kirsangiz, o'sha yerda Telegram guruh bor. Telegram guruhga bosasiz, guruhga qo'shilish chiqadi. Guruhga qo'shilish bosasiz bo'ldi. Guruhdasiz. Endi o'sha siz avtomobilingiz o'zgardi yoki telefon raqamingiz o'zgardi. Buning uchun misol uchun Niyozboshdan yoki Xalqoboddan Gulbahorga kelib ofisga vaqt sarflab, benzin sarflab, gaz sarflab kelib o'tirmaysiz. Telegram botga kirasiz, murojaatingizni yozasiz, murojaatingiz hal bo'ladi. Yo'q, menda Telegram gruppiga qo'shila olmadim deydiganlar bor. Ularni Orient Taxi Driver ilovasi o'zbek tilida bo'lishi mumkin. U gruppaga qo'shilish uchun siz ilova sozlamalardan uni rus tiliga o'tkazishingiz kerak. Chunki Telegram guruhga qo'shilish sozlamalari aynan rus tiliga moslashgan. Vaqtinchalik shu gruppaga qo'shilish uchun rus tiliga o'tkazasiz. Qo'shilib bo'lganingizdan keyin yana o'zingizga qulay bo'lgan tilga, ya'ni o'zbek tiliga o'tkazib olsangiz bo'ladi. Orient Taxi raqami kabi barchasi oson va qulay. 1177 va mobil ilova siz uchun va sizning xizmatingizda 24 ga yetdi.